soch soqoli oqar ekan, keksa bandam qo'l ochib duo qilsa, hayo qilaman shu bandamni istagini, duosini rad qilishga degan Allohning va'dasi bor. Otalar duo qilinglar. Xato qilgan bolani ham yaxshilab, chiroyli gap bilan yo'lga solinglar. Ad-du'a alal valad yurisul faqr. Bolani haqqiga haqorat faqirlikni keltirib chiqaradi. Ba'zi bir ota-onalar so'kadi-yu, eshak, mol, ahmoqsan deydi. Ba'zi bir kelinlar yuzing qursin deydi-ya. O'lib ketgan, qurib ketgan deydi ba'zi bir onalar bolalariga. Ota-onani tilidan bolani haqqiga haqoratni chiqishligi shu bolani 1-2 bo'lmaydigan zaif, nochor, notavon bola bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Aytinglar qizlarimizga, kelinlarimizga bolasini so'kmasin. So'kmasin. Yurisul faqr. Rasululloh aytibdilar. Faqirlikni keltirib chiqaradi haqorat. Ulug'laylik, bolam, sen kimni bolasisan? Kimni avlodisan? Bizni avlodimizdan bunaqangi chiqmagan deb turib farzandimizni ulug'lashligimiz kerak.